Bu savolga javob bermoqchiman. Mana bu qadimgi xarita. Miloddan avvalga tuzilgan xarita. Bu yulduzlar turkumi. Ahamiyat beradigan bo'lsanglar, katta ilonni ko'rasizlar. Mana. Ko'rasizlarmi? Teskari qiling. Bu bizada 12 ta turkum bor, 12 ta burjlar bor. Bu 13-burj hisoblanadi. Yulduzlar turkumiga kiradi 13-burj. O'zi 14 ta. Hamma Ophiuchusga yopishib olgan, lekin o'zi 14 ta. 14-inchisi bu kit. Demak, 13-inchisi bu Ophiuchus. Ophiuchus afsonasi Asklepiy xudosiga borib taqaladi. Asklepiy xudosi xudosi demaylik, ilohi bu meditsina ilohi hisoblangan qadimgi Yunonlarda. Ophiuchus joylashuvi yulduzlar turkumida chayon bilan o'qotarri o'rtasida. Agar astronomik sifatni oladigan bo'lsam, man Ophiuchusman, man chayon emasman. Ophiuchus agar chayon o'lim bilan bog'lanadigan bo'lsa, Ophiuchus bu tuzalish bilan, qayta tug'ilish bilan bog'lanadigan yulduzlar turkumiga kiradi. Koinotni ramziy sifatida oladigan bo'lsak, mana bizning koinotimiz, mana bu yer. Bilasizlar, geotsentrik asosda o'qiymiz astrologiyani. Ya'ni quyosh emas markaz, yer bo'ladi. Mana yer va mana yulduzlar turkumi yerni atrofida aylanyapti. Mana bu yerda men chayoncha, bu yerda o'qotar. Ophiuchus shuni o'rtasida. Tushunarlimi? Shuni o'rtasida. Ana endi nimaga 13-burj sifatida kiritilmaydi? Bizani mana shu aylanishimiz, yerni aylanishi qancha vaqt oladi? 365 kun oladi. Qadimgi greklar va qadimgi yunonlar va qadimgi misrliklar 360 kun qilib olishgan va 360 kunni 12 ga bo'lishgan. Ular hisoblashgan. Masalan, men tug'ilganimda meni quyosh burjim ko'tariluvchi emas. Meni quyosh burjim chayonda. Demak, quyosh chayonda 30 gradus vaqt o'tkazadi. O'qotarda 30 gradus vaqt o'tkazadi. Quyoshni hisoblashgan. Har bitta yulduzlar turkumida qancha gradusda vaqt o'tkazishini. Chunki biz 360 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 gradus chiqadi. Avot Ophiuchusga kelganda, yulduzlar turkumiga kelganda juda ham qisqa vaqt olgan. Va eng kam darajada vaqt olganiga yulduzlar turkumiga kirgizishmagan. Chunki hammasi teng bo'lishi kerak. Bundan tashqari, siz aytayotgan Ophiuchus bu astronomik yulduzlar turkumidagi holat. Bu esa astrologik. Qadimgi Yunon va Misrliklar va Babiloniylar, Mesopotamiylar MCga, ya'ni 10-uyga, eng yuqorisiga qo'yni joylashtirishgan. Qo'y bo'lgan. Nega? Chunki bahorda qo'y burji kelganda bizda yangi yil bo'ladi. O'shaning uchun biz ham Navro'zni 21-martda belgilaymiz. Aynan Quyosh qo'y turkumiga kirganda. Eski yil, ya'ni o'layotgan yilni esa biz tarozida belgilaymiz. Demak, Quyoshni eng chiqayotgan, sveji chiqayotgan payti bu qo'y bo'ladi. O'shaning uchun qo'y burjida tug'ilgan insonlar har doim yosh ko'rinadi deyshadi. Quyosh eng botar chog'i, boshlanadigan, o'ladigan payti bu tarozi. Chayonda butunlay o'ladi. Tarozda bu o'lish boshlaydi, chayonda o'ladi. Shuning uchun ham Quyosh, ya'ni oktyabrlarda kamayadi, kuchi sekin kamayadi, sekin chayonga ketadi, chayonda butunlay o'ladi. O'shaning uchun chayon bu Quyoshning o'limi hisoblanadi. O'shaning uchun o'lim uyi deyshadi chayonni. Chayon eng qiyin joylashuvlarga ega. Hamma burjlarni oladigan bo'lsanglar, eng qiyini bu chayon, chunki bu yerda Quyosh o'lgan. Chunki Quyosh bu hayot degani. Ophiuchus kam daraja olganiga uni yulduzlar turkumiga kiritishmagan. Chunki bu sistema teng bo'lishi kerak. Bu sistema tenglik bilan asoslangan. Agar 13-darajaga bo'lsangiz, har bitta Quyoshning to'xtalishi darajalari har xil bo'ladi. O'shaning uchun ikkita burji, yulduzlar turkumidagi ikkitasini kit bilan Ophiuchusni olib tashlab, 12tasini qoldirishgan. Quyosh qachon eng cho'qqiga chiqadi? Bilasizlar, yozda cho'qqiga chiqadi. O'shaning uchun arslonlarga kiritishgan.
o'zi qisqichbaqa bilan arslonni o'rtasida. Quyosh eng pishgan payti. O'shaning uchun arslon bu lider degani, bu porlash kerak degani. Tushunarlimi? O'shanga arslonga berilgan quyoshni eng pishgan pallasi. Quyoshni eng yangi pallasi qo'ylarga berilgan. O'lish boshlanishi taroziga, o'lim chayonga berilgan. Afiokusni tiqsangiz hech qanaqasiga to'g'ri kela olmaydi, chunki Afiokus darajalarini oladigan bo'lsak, sistemada kam egallaydi darajani. 30 gradusdan kam. Uni tiqadigan bo'lsangiz, butun sistema teng bo'lmaydi. Chunki bu sistema ekvinoks asosida qilingan. Ya'ni bahor bilan kuz fasllar. Mantiq bo'yicha kichkina sektorni egallaydigan yulduzlar turkumini nimaga men sistemaga qo'shishim kerak degan savol paydo bo'ladi. Chunki butun sistemani bizvatgan Afiokus bo'ladi. Zodiak sistemasi har bitta burjga 30 gradusdan berilgan. Quyosh o'sha burjda 30 gradus oralig'ida hayotini kechiradi, ya'ni bir oy. Masalan, bir oy bu kim bu? Bir oy qisqichbaqada, bir oy sherda, bir oy parizodda, bir oy tarozida va hokazo. Afiokusni tiqadigan bo'lsangiz, u yoqqa Afiokus kamroq, quyosh Afiokus yulduzlar turkumida kamroq to'xtaydi. Tezroq ketadi. Kunini oladigan bo'lsak, 15 kun, 20 kun butun sistemani qarshi qiladi. O'shaning uchun kiritmagan ma'qulroq deb 12 ta yulduzlar turkumini faqat qoldirishgan. Вообще, agar 12 raqamini ham oladigan bo'lsak, masalan, Mesopotamiya uchun 12 juda ham muhim bo'lgan. Eng yaxshi ko'rgan raqami 6 bilan 12 Mesopotamiyani. O'shaning uchun bizda soat vaqt ham shu asosida asoslangan. Har 2160 yilda turkumlar siljiydi. Xo'pmi? Biza hozir baliqlar yulduzlar turkumidamiz. Biza 2160 qo'yda emasmiz, dalgda emasmiz, hamma Pluton dalgga kirdi. Yo'q, u sayyorani kirishi. Yulduzlar turkumiga oladigan bo'lsak, biza baliqlardamiz, suzib yurimiz hammamiz. Astronomik sifatidan oladigan bo'lsak, biza baliqlar yulduzlar turkumidamiz, lekin astrologik oladigan bo'lsak, biza qo'ydamiz. Chunki biza yil bo'yicha hisoblaymiz. Astronomiya osmondagi yili bilan hisoblashadi. O'shaning uchun har 2160 yilda almashadi burj. Tasavvur qiling. Hozir biz baliqlar burj turkumimizda kelyapmiz va u ham bizga boshqacha ta'sir qiladi. Chunki baliqlarning sifatlari bo'lyapti hozir yerda umumiy. Bosim hozir baliqlardan kelyapti. Baliqlar yulduzlar turkumidan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Afiokus opaga akaga yetmagan joy sektorga kirgizishga 13-chi qilib, o'zi 14-chi ham bor, yana ham bor. Yetmagan, o'shanga olib tashlashgan qisqa vaqt. Har bittasiga 30 daraja ajratilish kerak. Demak, 360 polniy fasllar bo'yicha. Ekvinoks tepada, ekvinoks pastda 360 kun, 360 kunni 12 ga bo'lasiz va har bittasiga bir oydan ketadi, plus minus. Bir oy ketgandan keyin Afiokusga kuni qisqa bo'lib qolganiga, ham sektor yetishmayotganiga, gradusi qisqa bo'lganiga uni kirgizishmagan, chiqarib tashlashgan. Shuning uchun bizda 12 ta. Afiokus xarakteristiklar astronomiya bo'yicha odatda o'qotarga ko'proq tortiladi. Chayon bilan o'qotori o'rtasida. Bu man. Bu man. Nega man deyapman? Chunki suriladi. Aman tarozi bilan chegarada tug'ilib qolganimga, men 31 oktyabrda chegarada tug'ilib qolganimga, sektorlar surilganda как раз men tug'ilgan kunimga to'g'ri keladi. Men buni ham hisoblab chiqqanman. Xullas, chayondan iloncha bo'lib qolaman men. Ptolemey qadimgi Yunon astrologlari va Misr astrologlari va Mesopotamiya astrologlari noto'g'ri deyishgan. To'g'ri kelmayapti deyishgan, chunki astronomiya matematik sistema orqali hisoblanadi. O'shanga chiqarib tashlashganda Elnora xonim kechirasiz, Afiokus bo'la olmaysiz, siz chayonchasiz deb menga chayon berilgan. Shunaqa. Shuning ichidan bila olamiz, masalan, qo'y ro'parasida tarozi bo'lganiga, tarozi paytida ham, qo'y paytida ham kun teng taqsimlanadi. Quyoshni vaqtni ketkazishi ham 21-martda yengil hisoblanadi. O'shaning uchun nishonlaymiz. Ekvinoks bo'ladi. Teng bo'ladi.
keyin tarozida teng bo'ladi. Eng ko'p vaqt ketkazadigan paytda qisqichbaqada bo'ladi quyosh. Eng kam ketkazadigan payt quyoshni bu tog' echkisida. Endi bu yoqqa Ophiuchusni kirgizadigan bo'lsak, bu balansni buzadi. Tushunarli? Agar bu yoqqa Ophiuchusni kirgizsak, o'qotar bilan choyning o'rtasida balans buziladi. Chunki, yana aytaman, fasllarga asoslangan. Hozir biz baliqlar erasidamiz, qani baliqjon? Biz hozir baliqlar erasidamiz, baliqlar davridamiz. Ya'ni har bitta turkum sekin siljiydi. Yo'q, bu kollektiv, bu arxetip emas, bu kollektiv. Agar siz quyoshingiz ascendentingiz oymomo baliqda bo'lsa, siz baliq arxetipiga egasiz. Bu kollektiv ta'sirga ega, ommaviy ta'sirga ega. Bu davr insoniyat miqyosida olinadi. Sizga ta'sir qilmaydi, kimdir so'radi. Sizga ta'sir qilmaydi. Bu davr insoniyat miqyosida olinadi. 2160 yil dedimmi? Va 2160 oladigan bo'lsak, plus minus Iso payg'ambarning tug'ilgan kuniga kelyapti. Plus minus. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, ya'ni dinni avjiga olishiga to'g'ri kelyapti. Demak, baliqlar nima degani? Ruhoniylik, e'tiqod, fidoyilik, illyuziya, hamdardlik, empatiya, qurbonlik mavzularni olib ketadi. Jamiyatimizda siljish bo'lgan imенно dinga. 2000 yilda biz ko'proq e'tiqodga o'zimizni berganmiz. Agar endi oldin tarix oladigan bo'lsak, ko'proq bizning qarashlarimiz shamanlikka to'g'ri ketgan. Biz o'sha shamolga qarab, shamolga sig'inishgan odamlar, toshga sig'inishgan odamlar, yerga sig'inishgan, tabiatga ketgan ko'proq.